Mana hozir bir necha daqiqa oldin viloyat hokimimiz Ulug'bek Mavlonovich davlatimiz rahbarining tabrigini o'qib eshittirdi. Bugungi Xayr Jonajon maktabi so'nggi qo'ng'iroq tadbirida ishtirok etgan barcha ishtirokchilar bugun boshqacha shukuhda o'tdi. Ayniqsa bitiruvchilarimizni ertangi kunga ishonch, umid bergan prezidentimizning tabrigi viloyat hokimi tomonidan o'qib eshittirilgan. Hokimimiz tomonidan o'sha katta ishonch bildirilganiga bu katta yutuq, muvaffaqiyat bo'ldi.